Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga detkalarni ko'chirish qoidalarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Detkalarimiz qachon ko'chirishga tayyor bo'ladi? Qachonki mana shunday stakanni to'ldirib, mana ildizlari, ustki qismi ham o'sib qolgandan keyingina buni ko'chirsangiz bo'ladi. Agar o'smay qoladigan bo'lsa yuqori qism, siz mana shu eski tuproqni to'kib tashlab, ildizidan tozalab, keyin yana yangi tuproqqa qayta ekib olsangiz, u yana yaxshi o'sib ketishni davom ettiradi. Mana tuvakchamiz 8,5lik o'lchamga ega. Mana shu 8,5lik tuvakka bu bemalol bo'ladi mana. Agar kichkinagina detkachani siz bunaqa tuvakka ekadigan bo'lsangiz, u faqat ildiz to'ldirish bilan band bo'lib, yuqori qismi o'smay qotib qoladi. Oltinchi yanvarda bu stakanga ekilgan ekan. O'zi detkalar 3 oyda almashtirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tuprog'ini eskirib ketgani yo'q, lekin tuprog'ini sal to'kib, mana bu ildizlarini ochib olsak, bu yangi tuproqqa tez o'rnashib oladi. Mana ildizlarini qarang, qanday o'sib ketgan. Agar siz yangi tuproqqa vaqtida doimiy ekib turadigan bo'lsangiz, hech qanaqa oziqani ham keragi bo'lmaydi. Yorug'lik, haroratni ta'minlab beradigan bo'lsangiz, fiyalkani o'zi me'yoriga yetib gullab boshlaydi. Faqat mana bu sariqlarni olib tashlayman. Hozirroq ildizlarni ham olib tashlayman. Gruntimiz tayyor. Verxovый torf, po'kak, fitosparin parashogi, ugol tabletkalaridan foydalanaman. Aktara bo'lganda aktaradan ham qo'shaman. Mana shunday ozroq chuqurcha qilib ildizni joylashtirib olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men fitil ipini suvlaganim yo'q, tuvaklarga tayyorlab o'tkazib qo'yganman. Lekin fitil idishga qo'yishdan oldin bularni suvli idishga solib qo'yaman, shu tuvakchasi bilan. E'tibor bering, o'sish nuqtasi, tanasi ko'milib ketgani yo'q. Hozir juda joylashib olgani yo'q, lekin bu o'zini 15-20 kunda birdan tiklab oladi. Mana shunday birorta enliroq, sal kattaroq idishchaga ozroq suv solib, fiyalkani ma'lum vaqt mana shunday qoldirasiz. Mana shunday qilib, bunda ipi ham
ho'llanadi, tuprog'i ham ozroq suv tortib, ipini fitil xususiyati ishlay boshlaydi va bemalol fitilga o'tkazsangiz bo'ladi. Detkalarni mana shu tartibda ko'chirib olamiz. Faqat o'zini me'yoriga yetgandan keyin, agar bundan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ularni yana tuprog'ini yangilab, yangi tuproqqa qayta stakanga ekib olamiz. Bir oyda o'shanday tuvakka o'tkazishga tayyor bo'lib qoladi. Aziz obunachilarim, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.